Ertalabdan turib maktabga aylanishni boshladim. Shunaqa siniy yubka, oq futbolka и обязательно украшениyalar qo'shamiz. И вот mana obrazim tayyor bo'ldi. Keyin tez sumkamni tayyorlab, zavtrak o'rniga suv ichib oldim va mana maktabga tashlab qo'ydilar. Maktab oldida shunaqa yap-yashil joylarni ko'rdim va bugun bizda 6 soat edi, lekin men 4-soatdan keyin ketdim. 4-soatdan keyin adamlar oyman olib ketishdi va keyin tez uyga borib, biz sumkalarni yig'ishni boshladik. Chunki vlogga eng qiziq joyi endi boshlanadi. Xolam bolalar kelishgandan keyin biz hammasini bagajga soldik. И вот bizning 2 soat yo'limiz boshlandi. Yo'ldan qulupnay bilan somsa oldik va mazza qilib musiqani eshitib Gulistonga ham yetib keldik va korzinkaga kirib o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni oldik. Va наконец-таки oyim tomonidan buvim bilan dadam uylariga yetib keldik va bagajdan hamma narsani chiqarib taxlab chiqdik. Men mashina faqat narsani olib berib turdim, keyin xolam bilan oyim tezda taxlab tashlashdi. Men esa shu asal qizcha bilan ukamga qarab turdim. Ozgina borgandan keyin biz shunaqa dam olib kofe ichdik va undan keyin tezligina pitsa bilan ovqatlanib, yana ishga tushib ketdik. Meni ishim esa faqat bitta bo'ldi. Bu mana shu ikkita kichkinaga qarash edi. Ovqatlanmagandan keyin tashqariga chiqsam, уже mazza qilib yomg'ir yog'ayotgan ekan, и конечно chaqmoq ham chaldi. Keyin bizning birinchi mehmonlarimiz уже bugundan keldi va men kichkinaga shunaqa kichkina sladiklar berib chiqdim. Chaqmoqni ertalab unchalar ham ko'p ko'ra olmadim, shuning uchun kechqurun 5 minut turib 8 chaqmoqni videoga oldim. Kechqurun men ikkita yosh bolaga qaradim va shu bilan men kunim tugadi. Всем пока.